Assalomu alaykum. Ramazonning 28-kuni. Tarix ko'rgan mo'jizalar. Bugun mashhur qissalardan Xizr alayhissalom haqida so'zlaymiz. U zot to'g'risida gaplar nihoyatda ko'p. Bu gaplarning ichida haqiqatga yaqinidan, haqiqatdan uzoqlari ko'p. Ko'pchilikning ichida Xizr alayhissalom abadiy bir zot bo'lib, u kishi kimga ko'rinsa, kimga nazarlari tushsa, o'sha bandaning xohlagan ishida yordam berar ekan. Falon yerda pistonchiga ko'ringan ekan. Undoq bo'lgan ekan, bundoq bo'lgan ekan kabi gaplar nihoyatda ko'p. Xizr alayhissalom to'g'risida olimlarimiz ham ko'p tortishgan. Lekin Xizr alayhissalom rostdan bo'lganmi kabi savol deyarli uchramaydi. Chunki bo'lgani to'g'risida hech qanday ixtilof yo'q. Xizr alayhissalom bo'lgan. U kishi haqidagi qissa Qur'oni Karimning Kahf surasida keladi. Bu qissani mufassir ulamolarimiz Musa alayhissalom va Solih banda qissasi deb ataydilar. Chunki Qur'oni Karimda Xizr alayhissalom Xizr nomi bilan atalmagan, balki Solih banda deb atalgan. Bugungi tarix ko'rgan mo'jizalar risolamizda Musa alayhissalom va Xizr alayhissalomning uchrashuvi haqida hikoya qilamiz. Musa alayhissalom bir kuni Bani Isroil ichida va'z nasihat, ma'ruza qilib turganida kishilardan biri: "Ey Musa, dunyoda sizdan ham bilimdonroq, ilmli odam bormi?" degan savolni berdi. Shunda Musa alayhissalom javob bera olmay biroz o'ylanib qoldi. O'ylanganlariga sabab bu zot payg'ambar, Kalimulloh, Alloh bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashgan inson. Xayolidan yo'q bo'lsa kerak degan bir o'y o'tdi. Alloh biluvchiroqdir demadi. Mana shu holatdan keyin Alloh azza va jalla u zotga tanbih berib, har biluvchining ustidan biluvchiroq bordir degan xabarni berdi. Musa alayhissalomga u kishidan ko'ra bilimdonroq odam borligi, uni izlab topish zarurligi, topgandan keyin u kishidan ba'zi bir narsalarni o'rganish kerakligini amr qildi. Ana shundan keyin Musa alayhissalom xizmatchisi bilan birga oziq-ovqatlarni olib, u kishini izlab yo'lga chiqdilar. Alloh bu solih bandani ikki dengiz tutashgan joyda, savatga solingan baliqni yo'qolib qolgan joydan topishlarini vahiy qildi. Bu safarda Hazrati Musa alayhissalom bilan birga ergashgan o'sha yosh yigit Yusha ibn Nun bo'lib, u zot ham keyinchalik Bani Isroilga nabiy bo'lib yuborilgan. Ikkisi o'sha solih bandani izlab sohil bo'ylab ketarkan, yo'lda charchab bir qoya salqinida dam oldilar va uxlab qoldilar. Shu orada savatdagi baliq mo'jizaviy tarzda jonlanib, dengizga tushib ketdi. Yigitcha Yusha ibn Nun buni bildi, ammo Musa alayhissalomga aytishni unutib qo'ydi. Ular turib yo'lda davom etarkan, kech kirib ketdi. Solih banda Xizr alayhissalomdan hali ham darak yo'q. Hazrati Musa to'xtab, bu safarda juda toliqqanini aytib, savatdagi yeguliklarni olib kelishni amr qildi. Ana shundagina yigit savatdagi baliq ular dam olgan joyda yo'qolgani esiga tushib, buni Musa alayhissalomga xabarini berdi. Shunda Hazrati Musa alayhissalom biz izlayotgan ish shu edi dedilar-da, darhol ortlariga qaytishdi. O'zlari dam olgan qoya oldiga qaytib kelishib, o'sha yerda Musa alayhissalom Alloh aytgan solih banda, ya'ni Xizr alayhissalomni topdilar. U kishi chekada o'ranib yotgan edi. Musa alayhissalom u zotga salom berib, o'zlarini tanishtirdi. Bani Isroilga yuborilgan payg'ambar ekanini, Alloh bilan gaplashgani, vahiy bilan quvvatlanganini aytib, Alloh o'rgatgan narsalardan menga ham o'rgating deya iltimos qildilar. Shunda Xizr alayhissalom: "Ha, Bani Isroilning Musosi sizmi? Payg'ambarligingiz sizga yetarli emasmi?" dedi. Hazrati Musa yana iltimos qilib, ilm o'rgatishni so'radi. Shunda solih banda: "Lekin meni shartlarim qiyin. Bunga sabr qilishingiz, chidashingiz kerak bo'ladi" dedi. Musa alayhissalom sabr qilishga va'da berdi. Ular suvning bo'yida turib gaplashib bo'lgach, ularni olib ketish uchun bir kemachiga iltimos qilishdi. Kemachi Xizr alayhissalomni tanigani uchun hech qanday haq olmay bunga rozi bo'ldi. Ular kemaga chiqishdi. Ketayotib solih banda kemani teshib qo'ydi. Shunda Musa alayhissalom sabr qila olmay, bizga yaxshilik qilgan, safarimizda yordam bergan, suvdan o'tkazib qo'yayotgan odamning kemasini nimaga teshasiz? Nega unga zarar yetkazasiz degan ma'noda e'tirozli savol berdi. Shunda solih banda: "Men senga sabr qila olmaysan demaganmidim" dedi. Musa alayhissalom uzr so'rab, bundan keyin besabrlik qilmaslikka va'da berdi. Quruqlikka yetib kelishdi. Yo'lda ketayotsalar, bir to'p bolachalar o'ynashayotgan edi. Voyaga solih kishi, ya'ni Xizr alayhissalom, shu bolalarning ichidan bir o'g'il bolani chaqirib, bir urib o'ldirib qo'ydi. Musa alayhissalom rahmdil, mehribon odam bo'lgani uchun bu manzaraga chidolmasdan, "Begunoh bolani nimaga o'ldirdingiz?" deya yana savol berdi. Solih banda: "Men senga sabr qila olmaysan demaganmidim" dedi yana. Shunda Musa alayhissalom: "Endi yana bir bor uzr so'rayman.
Bundan keyin shartni bussam ayb o'zimda bo'ladi va siz meni tashlab ketishga haqli bo'lasiz deb va'da berdi va yo'lda davom etishdi. O'sha voqeadan keyin bir yerga bordilar. U yerning aholisidan taom so'radilar. O'zlarining musofir ekanliklarini aytdilar. Lekin u joyning aholisi mehmon qilmay taom bermadi. Charchab, xorib shaharning tashqarisiga chiqib o'tirganlarida ularning ko'zlari yiqilib ketay deb turgan bir devorga tushdi. Solih banda turib Musa alayhisalomni ham chorlab, haligi devorni to'liq yiqitib, qaytadan mustahkam qilib urib qo'ydilar. Musa alayhisalom juda sodda, ko'ngli bo'sh odam edi. Yana sabr kosalari to'lib, qiziq odam ekansiz. Hech bo'lmasa shu devorlarni urib qo'yganimizga haq so'rasangiz bo'lardi. Axir ular bizga taom ham bir qultum suv ham bermadi. Siz bo'lsa ularga yordam beryapsiz dedi. Shundan keyin Solih banda, endi hadding bitdi. Ya'ni shu yerda sen bilan safarimiz tugadi. Endi sen men bu ishlarni nima uchun qilganimni haqiqatini bilgin deb o'tgan 3 hodisaning hikmatini bayon qildi. Birinchisi, kemani teshishimga bois o'sha kuni podshoning buyrug'i chiqqan edi. Buyruqqa ko'ra har bir butun kema davlat ixtiyoriga o'tishi lozim edi. Kemachining shu kemasidan boshqa rizq topishga vositasi yo'q edi. Shuning uchun kemani teshib ayibli qilib qo'ydim. Toki kema o'sha kambag'al odamning mulki bo'lib qolsin, davlatga o'tmasin. Teshik bo'lsa ham shu kemadan foydalanib bola chaqasini boqishga, oilasini tebratishga mablag' topib tursin dedim. Sirtdan qaraganda zararli narsa bo'lib ko'rinadi, lekin aslida kemachi uchun foydali ish bo'ldi. Endi urib o'ldirilgan bolaga kelsak, u katta bo'lganida kofir bo'lib, osiy bo'lib, ota-onasiga or-nomus keltiradigan, kulfat, musibat keltiradigan, oqpadar bo'ladigan bola bo'lardi. Lekin uning ota-onasi ahli solih bo'lganlari uchun kelajakda bezori bo'ladigan bolaning o'rniga Alloh yaxshi bir bolani berishni iroda qildi. Va bu bolani kichikligidayoq o'ldirib jonini oldi. Keyin ularga yaxshi farzandlarni ato qilish uchun. Devor ishiga kelsak, devorning ostida 2 yetim bolaning xazinasi ko'milgan edi. Ularning otasi ham solih kishi edi. Shuning hurmatidan yetim bolalar voyaga yetguncha ularning xazinasiga begonalarning ko'zi tushmasligini iroda qilgan Alloh devorni buzib qayta urib qo'yishga amr qildi, deya tafsilotlarni aytib berdi. Habibimiz Rasululloh alayhissalom qissaning shu yeriga kelganida, qaniydi Musa sabr qilganida edi. Alloh ularning yana ham ko'proq xabarlaridan bizlarni boxabar qilardi dedilar. Bu muborak qissa shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Solih bandaning so'zlaridan ma'lum bo'lyaptiki, u kishiga ham ishlarni Alloh avvaldan bildirib turgan. Endi hikoyamizning eng qaynoq nuqtasiga keldik. Xo'sh, Qur'onda Solih banda deb atalgan, hadislarda Hizr nomi bilan kelgan kishi hozirgacha tirikmi? Hizrni ko'rdik, falonchiga ko'rinibdi kabi so'zlar qanchalik asosli? Katta ulamolar Hizr alayhissalom barhayot emasligi, u kishi qiyomatgacha boqiy qolishi mumkin emasligiga Anbiyo surasidagi 34-oyatni dalil qilib keltiradilar. Ey Muhammad alayhissalom, biz sizdan avval ham biron odamzodga abadiy hayot bergan emasmiz. Bas, agar siz o'lsangiz, ular abadiy qolurlarmi? Yo'q, ular ham mangu qolmaslar. Mana shu oyatda hech kim abadiy qolishi mumkin emasligi ta'kidlanmoqda. Modomiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etdi. U zot Allohning afzal mahluqi, Allohning eng afzal payg'ambari, barcha payg'ambarlarning imomi, eng yuksak maqom egasi vafot etarkan, boshqalarning qolishi mumkin emas. Ahli sunna val jamoaning ko'zga ko'ringan olimlari yana bir dalilni keltiradilar. Bu dalil nihoyatda kuchli dalil. Agar Hizr alayhissalom hayot bo'lganida, qiyomat kungacha boqiy qolganida Rasululloh alayhissalomning huzuriga kelish kerak edi. U kishiga iymon keltirish kerak edi. U kishiga bay'at qilish kerak edi. Chunki Rasululloh islomni olib kelishi bilan barcha avvalgi shariatlar bekor qilingan. Hatto Hizr alayhissalom ergashgan shariat ham. Mana shularning o'zi Hizr alayhissalom ham vafot topganiga ochiq dalildir. Xulosa qilib aytganda, Hizr alayhissalom yuqoridagi ishlarni Allohning amri bilan qildim deyapti. Shunga ko'ra u zot nabiylardan bir nabiy bo'lgan. Ma'lum vaqt yashagan, so'ngra vafot etganlar. U zotga Allohning salomi bo'lsin. 2026-yilga Ramazon oyimiz yurtlarimizda 29 kun bo'lishi taxmin qilinyapti. Agar shunday bo'lsa, tarix ko'rgan mo'jizalar nomli sayohatimiz ertaga manziliga yetadi. Risolamizning so'nggi kunida uchrashguncha salomat bo'ling.